Mana shunday inkubatorlarimizni sohibi bo'lsangiz, agar xarid qilib olgan bo'lsangiz bizdan Orzu inkubator выводной, предварительный tayyorlab beruvchi va выводной. Inkubatsiya xalq tilida, inkubatorchilar tilida роддом deyiladi. Bunisiga ketma-ket qo'yaverasiz va bunisida 15 kun bo'lganda olib jo'jani sanaladi. Har hafta misol 15 tadan qo'ysangiz, har haftada jo'ja olaverasiz, 15 ta jo'ja olaverasiz. Italiya bedanalari yoki tovuq tuxumlari va hokazo. Xo'p, shunday inkubator bo'lgan bo'lsa, nihoyatda mana shu nimasini olasiz va suv idishlari sizda shundoq bo'ladi. Latogini chiqarish, bir tomonda sal ko'tarasiz, bu yoqqa tortasiz. Mana bu o'qdan chiqadi va zanjirda olasiz. Juda ham oson. Ekspluatatsiyaga juda ham oson. Va siz latogni olib qo'yib, suv idishlarini mana shu bittasi bu tomonga, ikkinchisi bu tomonga qo'yasiz. Mana shunday holatda qo'yib, ikkita chekkaga qo'yganingizdan so'ng suv quyasiz. Suv mana shu 1 litrlik suvni yarmini oladi mana. E'tibor bering. Rovna 500 mg, ya'ni yarim litr suv oladi. Bo'ladi mana shu. To'ldirib qo'yasiz. Endi esa latogni yana joyiga qo'yasiz. Buning uchun zanjirni kiygizasiz. Zanjirni kiygizib, mana shu teshikda shu o'qiga olib borib, bu tomonda mana bu отверстие kiygizib qo'yasiz. Suv quyildi, latog joyida. Endi esa tuxumlarni terib olamiz. Bizda eng yangi tuxumlardan boshlanadi. Va bundoq qilib mana shu zanjir tomonidan terishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunday qilib terib va bunga iloji boricha siz markerda chizib chislo qo'yib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bugun 18. Endi hammasiga yozish shart emas. Mana shu bir qatoriga bir 3 ta 4 tasiga yozasiz va oxiriga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Tuxumlar terildi. Endi esa inkubatorda ishga tushiramiz. Birinchi knopka. Inkubatorda ishga tushiradi, ikkinchisi latogni aylantiradi. E'tibor bering, latog aylanayotganda mana shu qo'lingizni o'rtadagi knopkaga qo'yib turing, chunki o'chirib yoqasiz boshqatdan. Mana bu latog ugonlikka kelib tiraladi. Tiralgandan keyin siz mana shu zanjirni ham tortib oladi mana. O'sha moment mana ko'rdingizmi? Tarang bo'ldi. O'chirdim men sirazi. Endi sal bo'shab qolsa ham hech nima qilmaydi. Endi boshqatdan yoqaman. Birinchi knopkaga yoniq, inkubator ishlayapti. Ikkinchi knopkani yoqdim. Ikkinchi knopka motor uchun latogni aylantirishiga javob beradi. Mana qaysi tomonga aylansa aylanaversin. Endi bu tomonga aylanib, o'zi kelib to'xtab qoladi aziz birodarlar. E'tibor bering. Mana shu hamma yo'g'i joy-joyida aylanayotganiga to'liq ishonch komil qilgandan keyin, ishonch hosil qilgandan keyin mana qopqoqni yopib qo'yasiz. Suv bor, tuxumlar uchi pastga qilib terildi. Bu yerda joy bor. Yana 1-2 kundan keyin yoki 5 kundan keyin tuxum tug'sa mana kelib o'zi to'xtadi. Yana qo'yib qo'yaverasiz. E'tibor bering. Endi esa issiqlikni bir ko'rib chiqamiz mana. Issiqlikni tekshirish uchun chap tomondagi mana shu 1 2 3 mana shu tomondagi knopkani qarab turganingizda chap qo'lingizdagi knop bir bosasiz 3708. Mana shu yonib o'chib turganda mana yana qaytib qoldi. Bosasiz, agar gradus tushirish kerak bo'lsa, mana yonib o'chib turganda tushirasiz va yonib o'chib turganda yana joyiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. 3708 turadi. Mana 3708 ga qo'yganimizga ishonch hosil qilamiz. Bunisi esa akkumulyatorda ulaganingizda bu ko'rsatadi necha voltligini. Blok pitaniya aslo qo'l tekkizish mumkin emas. Ichkariga berkilgan, lekin yosh bolalar kelib ochib qo'l tegmasin, 220 volt bor, hayot uchun xavfli. Bu knopkalarni bosib tashlash mumkin emas. Bu latogni aylantirish uchun vaqt timer, vaqt relesi. Shuning uchun agar o'zgartirib tashlasangiz, latog aylanishi buziladi. Va mana shu yerdagi bizda tuynugimiz mana shunday detta 1 sm sal oshiqroq ochiq turadi va buni qachon qancha ochishni aytib boraman yoz paytida. Azizlar, Alloh o'zi barakotli, xayrli qilsin. Allohu akbar.